Hürmetli vatandaşlık şiirlerimizde devamlaştırıyoruz. Öndeki mavzumunda Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati mecburi emgakka mecburlash doklati e'lon qildi. Mavzuli xabari 10 ayning 22 kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Mecburi emgakka mecburlash to'g'risida doklat e'lon qildi. Mavzuli xabar 10 ayning 2 kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshladi. Bugün Çisak 2020 yıl 10 ayının 2 günü hafta cuma. Bundan başlandı. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati 9 ayının 30 günü xalqaro o'smir go'daklarni mecburi emgakka mecburlashga munosabatlik doklat e'lon qildi. Ve Jungo'nun emgakka muomala qilish ahvolini ta'kidlab, Uyg'urlarning uchrayotgan muomalasini ve Amerika hukumatining ansirashlarini gavdalantirdi. Emgak ministrligi iyul haftaning 3 kuni o'smir bolalar ve mecburi emgak bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlar taloni yana jadvalini jumladan ishlab chiqarilgan palay ve Rojdestvo bayrami zinnat buyumlarini o'z ichiga olgan 17 xil Jungo mahsulotlari ve 5 xil Şinjan'da ishlangan, Uyg'uristonda mustamlika Uyg'uristonda ishlangan mahsulotlar Uyg'urlarning mecburi emgakka munosabatlik deb belgilendi. Uyg'urlarning mecburi emgakka munosabatlik deb belgilendi. Amerika Qo'shma Shtatlari emgak ministri Egon Scalia haftaning 3 kuni matbuot bilan telefon suhbati o'tkazganda yuqoridagi ko'rsatdi. Emgak ministrligi bayonotida bunday ko'rsatdi. Mecburi emgak bilan ishlangan bu mahsulotlar tizimligining e'lon qilinishi Amerika hukumatining Jungo, Uyg'uriston, Uyg'ur avtonom rayonida mecburi emgak masalasini hal qilishning zo'r tirishchanligining bir qismi. Şinjan'da mustamlika Uyg'uristonda 1 milyondan ortiq Uyg'ur nazarband qilindi. Statistikaga asoslanganda Jungo kam deganda bu kishilarning ichidan 100 mingdan bir necha 100 ming kishigacha Uyg'urlarni, ya'ni nazarband qilingan Uyg'urlarni ichidagi shunchalik odamni mecburi emgakka solib ishlatdi. Bugünkü tizimlik Jungo dünyada 2. derecelik iqtisod gavdasining eksploatatsiya qilish qilmishlari jihatda o'ynagan roli kishini andishiga soladi deb ko'rsatdi emgak ministri Scalia. Emgak ministrligi o'xshashli yana mundaq tilga oldi. Nurg'un mahsulotlarning tizimligi bu jadvalga tizimlanmagan. Bu jadvalga tizimlangan ishkan siyosat belgilgüchilarning bu masala to'g'risidagi maydonining shuncha ochiq ekanligini oshkorlab berdi. Amerika Davlat Majlisi 9 ayning 30 kuni Uyg'urlarni mecburi emgakka solish qonunini, mecburi emgakka solish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Kishilik huquq faoliyatchilari ogohlantirib mundaq dedi. Faqat Şinjan mustamlika Uyg'uriston rayonida ko'ngil bilish bek tor bo'lib qoladi. Buningdan xili burilla Avstraliya bir bilim xazinasining bir parcha dokladida mundaq deyilgan. Bir necha 100 minglagan Uyg'urlar Jungoning ichki o'lkalarga yetkazib ketilib, mecburi emgakka solinmoqda. Emgak ministrligi dokladida bunday ko'rsatdi. Uyg'urlarni boshqa joylarga yetkazib ketib, emgakka solish ta'minlash liniyasida mecburi emgakka solish xatari borligini ko'rsatdi. Avam palatasi haftaning 3 kuni, yani 30 kuni Uyg'urlarni mecburli emgakka solishni fosh qilish qonuni ma'qulladi. 9 ayning 22 kuni Avam palatasi 406 biletning qo'shilishi, 3 biletning qarshi ostida Uyg'urlarni mecburi emgakka solishni cheklash
qonun loyihasida. Ma'qulli de vatandaş. Uyg'urlar masalasining davlat majlisida Amerika Qo'shma Shtatlarda qanday jiddiylashyotganligini shu masalalardan ko'rib bilan hurmatli vatandosh.